Agar siz ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, siz Germaniyada farzandingizni sifatli ta'lim muassasalarida o'qitishni maqsad qilgansiz, reja qilgansiz. Ushbu maqsadlarda erishishingiz uchun Dost School nima beradi? Qanday imkoniyatlar eshigini ochadi farzandingiz uchun? Ushbu ma'lumotlar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Assalomu alaykum, hurmatli otalar. Men Deutsche School maktabini ta'sischisi Ochil Lutfulla Shamsuddinovich bo'laman. Demak, Germaniya ta'lim sifati bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadigan davlat hisoblanadi desam adashmayman. Bemalol bahslashishim mumkin bu mavzu bo'yicha. Demak, Germaniya ta'lim muassasalari juda ham sifat nuqtai nazaridan dunyoda oliy o'rinlarda turadi. Ya'ni uni statistikasiga qarasak ham oddiy ko'rinadi. Ya'ni kim Germaniyadagi davlat universitetlarining 400 dan oshig'ini kamida 100 tasi top 1000 talikka kiruvchi oliygohlar hisoblanadi. Bu oliygohlar demak dunyoda eng sifatli barqaror kadrlarni demak yetkazib beradi va Germaniyada yashab qolish imkoniyatlari kengayadi. Bu universitetda o'qigandan keyin sizni farzandingizni, ya'ni kim Germaniyada ushbu soha bo'yicha yetarli darajada ish o'rinlari bor. Bunga misol sifatida Germaniya iqtisodiyotiga ham statistikasiga ham murojaat qilsak bo'ladi. Demak, Germaniya iqtisodiyoti dunyoda 4-5 o'rinda turuvchi kuchli iqtisodiyotlardan biri bo'ladi. Bu o'z-o'zidan yaratiladigan iqtisodiyot emas. Buni tagida demak sizni farzandingizga o'xshash kadrlarga demak ehtiyoj doimiy seziladi va sizni farzandingiz o'sha joyda yuqori maoshli ish bilan ta'minlanib, o'z hayotini, kelajagini sifatli hayotda qurish imkoniyatlari vujudga keladi. Demak, Germaniyada kadrlar muammosi vujudga kelgan. Bu demografik muammo ham desak bo'ladi. Aholini muntazam qarib borishi, yoshlarni bozorda mehnat resurslari yetishmasligi natijasida chetdan demak sifatli kadrlarga bo'lgan ehtiyoji keskin oshgan. Natijada Germaniya juda ham yaxshi usulni qo'llaydi. Men buni qo'llab-quvvatlayman. Ya'ni kim Germaniyada shunaqa bir maqsad yo'lga qo'yilganki, davlat universitetlarida demak chet ellik talabalar uchun kontrakt to'lovlari yo'qligi. Buni bosh maqsadi borki, Germaniyada ertaga ushbu sohada o'qigan kadrlar Germaniya iqtisodiyotiga qolib, Germaniya iqtisodiyotiga o'z hissalarini qo'shishi qaysidir ma'noda, yashirin ma'noda o'z maqsadiga olgan deb o'ylayman. Ya'ni kim o'quvchi, talaba Germaniya universitetlarida sifatli o'zini standartli ta'limni oladi va o'zini bozorida, bozor iqtisodiyotida demak o'sha yerda ishlab qolishini tarafdori bo'ladi. Demak, Germaniyaga ketishi bir qancha yo'llari bor. Asosan o'zimizni mavzudan gapiramiz. Men ta'lim yo'nalishi bo'yicha gapirishim mumkin. Demak, bizda Deutsche School'da endi boshqa yo'llari haqida ma'lumot berishim menga mutaxassis sifatida to'g'ri kelmas, ish yo'nalishida va hokazoda. Lekin men asosan o'quvchilarimni, Deutsche School'da o'qigan o'quvchilarimni demak oliygohlarga, Ausbildinglarga borish tarafdori bo'laman. Demak, Deutsche School'da o'qisa, birinchi navbatda bizda har yili Germaniyaga ekskursiya imkoniyatlari vujudga keladi. Demak, bu jarayonda o'quvchiga biz elchixonadan ma'lum bir ruxsatlarni olib, viza hujjatlarini rasmiylashtirib, o'quv jarayonida, ya'ni ki maktab paytidayoq demak Germaniyani borib ko'rish imkoniyati va viza istoriya deymiz endi. Viza demak imkoniyatlarini vujudga keltiramiz. Ya'ni bizda o'qigan o'quvchi ekskursiyaga bordi, viza olindi. Keyingi bosqichda demak universitetlarga kirish bosqichida ham bu viza olingan imkoniyatlari o'ziga asqotadi va viza olish ehtimoli keskin ravishda oshadi. Va biz asosan universitetlarga o'zimiz demak 10-sinfdan boshlab tayyorlaymiz. Bizda demak nemis tili maktabligimiz tushunarli. Deutsche School asosan nemis tiliga ixtisoslashgan maktab va qo'shimcha ravishda tildan tashqari bizda spes yo'nalishlar, ya'ni mutaxassislik yo'nalishlari yo'lga qo'yilgan. Bu ikkita yo'nalish tabbiy fanlar va aniq fanlar. Demak, tabbiy fanlarda o'qigan o'quvchilarimizni biz demak meditsina sohasidagi universitetlarga yo'naltiramiz. Bunda o'quvchimiz S1 sertifikat bilan bitirishini kafolatlaymiz maktabimizda. Undan tashqari demak bizda aniq fanlar yo'nalishida o'qiydigan o'quvchilarimizni B2 sertifikat bilan bitirtiramizda va shu Germaniya oliygohlariga kirishida yordam beramiz. Demak, aniq fanlarda o'qigan o'quvchilar iqtisodiyot sohasining turli tarmoqlariga o'qishga borishi mumkin. Bu bo'lishi mumkin IT sohasi, bu bo'lishi mumkin moliya sohasi, bank sohasi, menejment, marketing sohalari, turizm sohalariga demak iqtisodiyot yo'nalishida, ya'ni bizni demak aniq fanlar yo'nalishimizda o'qigan o'quvchilar borib o'sha institutga kirish imkoniyati vujudga keladi. Undan tashqari demak biz til sertifikatlaridan tashqari oliygohga kirish uchun
demak aniq fanlarda matematikadan xalqaro sertifikat olishini ta'minlaymiz o'quvchilarimizda. Meditsina sohasida til sertifikatidan tashqari qo'shimcha demak ximiyadan xalqaro sertifikat olishini kafolatlaymiz. Har bir sertifikat demak o'quvchimizni Germaniya universitetlariga kirib borishini imkoniyatlarini keskin oshirib boraveradi. Demak, Do'st-Chuqurga kelgan ota-onalarni farzandlari Do'st-Chuqurda qanday imkoniyatlarga ega bo'ladi? Bu juda ham yaxshi savol. Ya'ni kim Do'st-Chuqurga kelgan o'quvchi 10-sinfdan kelsa, demak, meditsina sohasida biz o'zimiz ximiya, biologiyalardan chuqurlashtirib o'qitamiz. Til darajasini C1 darajada olib beramiz va oliygohini billalikda o'quvchi bilan tanlaymiz. Qabul olish jarayonlarida o'quvchi bilan ishtirok etamiz. Viza jarayonigacha bo'lgan bosqichda maktabimiz 100% o'quvchiga hamma amaliy yordam imkoniyatlarini beradi. Demak, bizda ertalab soat 9 da dars boshlanadi va kechki payt 6 gacha davom etadi. Demak, obedgacha bo'lgan jarayonda davlat ta'lim standarti fanlarni o'tamiz va obeddan keyin belgilangan tartibda biz mutaxassislik fanlarimizga yo'naltiramiz. O'quvchi tanlagan bo'lishi kerak aniq fanlar, tanlagan bo'lishi kerak demak tabiiy fanlar guruhlarga alohida ajratilinib, demak o'sha fanlari bo'yicha chuqurlashtirgan tayyorgarligini amalga oshiramiz va boya yuqorida aytganimdek, demak matematika yo'nalishidagi o'quvchilarimizga xalqaro sertifikat olishda yordam beramiz. Ximiya yo'nalishida demak ximiyadan xalqaro sertifikat olib beramiz. Bu sertifikat 3 yil davomida amal qiladi o'quvchida va dunyo miqyosidagi xohlagan universitetiga demak kirishda katta imkoniyat imtiyozini beradi. Biz aynan shu imkoniyatlarni Do'st-Chuqurda beramiz. Bizning maktabimizga kelgan o'quvchilar, demak, Toshkent shahridan qatnaydigan o'quvchilarimiz uchun demak 3 mahal ovqat tashkillashtirib beriladi. Viloyatdan keladigan o'quvchilarimiz uchun demak yotoqxonamiz mavjud maktabimizda. Bu o'quvchilarimizga demak 4 mahal ovqat tashkillashtiriladi kun davomida va kechki paytga tarbiyachi o'qituvchi biriktiriladi. Tarbiyachi o'qituvchi o'quvchilarni kun davomida belgilangan uyga vazifa darslarini tayyorlashida, tillarini nazorat qilib so'z boyligini oshirib borishida demak maktabimiz tarbiyachisi o'quvchiga doimiy ko'mak berib boradi. Demak, o'sha Germaniyaga borganda siz farzandingiz juda katta imkoniyatlarga ega bo'ladi. Ya'ni kim Ausbildingga borsa, oddiygina Ausbildingni misol qilib oladigan bo'lsak, Ausbildingda demak o'quvchi 950 yevrodan 1,5 ming yevrogacha har oyiga qo'shimcha stipendiya olish imkoniyati vujudga keladi. Bundan tashqari universitetga boradigan bo'lsa, institutga boradigan bo'lsa, o'quvchida haftasiga 20 soat ishlash imkoniyati bo'ladi. Bu demak oyiga 1,5 ming, 2 ming yevroda demak qo'shimcha oliygohda o'qishdan tashqari qo'shimcha daromad qilishi va ota-onaga qaysidir ma'nolarda yordam berish imkoniyatlari vujudga keladi. Undan tashqari demak Germaniya, nima uchun Germaniya? Yuqorida asosiy fishkasi shundan iborat. Germaniyada demak davlat universitetlari mutlaqo bepulligi, grant asosida qabul qilish, qo'shimcha to'lovlar undirilmasligi. Institutda 4 yil davomida bepul ta'lim olish imkoniyati. Endi bu O'zbekistonda nafaqat butun dunyoda ham shu muammo, demak qo'shimcha kontrakt ota-onani bo'ynida. Bu muammolardan ota-ona solih bo'lishi, ya'ni xolis bo'lishi o'quvchiga keng imkoniyat beradi va ota-onani xotirjamligini ham keltirib chiqadi. Birinchi navbatda sifatli ta'lim, ikkinchi navbatda demak moddiy nuqtai nazardan farzand uchun qo'shimcha kontrakt investitsiya kiritish majburiyati yo'qligi. Demak, hurmatli ota-onalar, farzandingizni demak kelajagini yaxshi bo'lishini har biringiz xohlaysiz. Albatta tushunarli bu. Hozirgi ko'p ota-onalar farzandini oddiy endi bu hazil tariqasida green card o'ynashini tavsiya qiladi, o'zligi ham o'ynashadi. Bu chiqsa, demak 1000 tadan bitta O'zbekiston sharoitida chiqib qolishi mumkin, 5000 tadan bitta holatda. Lekin green card yutdi degani ham hayotda bu ko'p yutuqlarga erishdi degani emas deb hisoblayman shaxsan men. U joyda og'ir mehnat kutib turibdi, og'ir sharoit kutib turibdi, u joyga joylashish, moslashish imkoniyatlari kutib turibdi o'quvchini. Endi men oddiy misol tariqasida keltirib o'tishim mumkin. Farzandingiz demak nemis tilini o'qisa, demak Germaniyada eng yuqori maosh bilan hayotini yaxshi yo'lga o'zgartirib borish imkoniyati vujudga keladi. Oddiy til o'rgandi, demak green card kutib poylab o'tirmasa-da, o'zini kelajagini daxldorligini his qilib, erta keyingi yilda o'zidayoq Germaniyaga borib, O'zbekiston sharoitidan karrasida ko'proq oylik maosh bilan ta'minlanib, o'z kelajagini barpo qilish imkoniyatlari vujudga kelib boraveradi. O'rtacha oyliklarni hisobga olganimizda ham 2000 yevro eng past
dagi ishlar, qora mehnatdagi ishlarni misol qilib olganimizda ham 2000 euro yomon pul emas. Demak, shundan 2000 dan 5000 eurogacha demak mutaxassislik bo'yicha daromad olish mumkin. O'zbekiston sharoitida bu 60-70 million pul degani. Demak, O'zbekistonda mana man degan universitetni bitirsa ham, demak, agar Yevropaga borib ishlash imkoniyatiga orzu qilsa, demak, bu diplom bilan amalga oshirish imkoniyati men hisoblayman 100 dan 1 deb hisoblayman. Agar Germaniya oliygohida o'qib, ertaga oliy ma'lumotli bo'ladigan bo'lsa, nafaqat Amerikada, xohlasa Avstraliyada, demak Kanadada, Yevropaning o'zida diplomi xalqaro diplom tan olinadigan va tezda ishga chaqirib olinadigan diplom deb hisoblayman. Farzandingizni kelajakda demak ish tanlash imkoniyatlari keskin oshib ketadi. Aynan O'zbekistonga kelsa ham, demak O'zbekistonda ham ushbu Germaniyadagi diplom bilan O'zbekistonda bitirgan diplomdagi farqi bilan katta miqdorda maosh oladi. Aynan O'zbekistonda ham aslida xuddi shunaqa. Yevropadagi yo top darajadagi mingtalik kiruvchi oliygohlarni bitirib kelgan o'quvchilarga, demak, davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan farmoyishga asosan qo'shimcha ustamalar 30, 50, 100% gacha qismda, demak, qo'shimcha ustamalar berib boriladi. Kadr sifatida O'zbekistonda kelib ishlagan. Hurmatli ota-ona, agar sizni farzandingiz Deutsche Schoolda o'qisa, biz Germaniyaga borish uchun kerakli til sertifikatlarimizni, ximiyadan, matematikadan xalqaro darajada sertifikatlarimizni olgandan keyin Germaniyaga o'qishga kirishida, viza olishida, Germaniyaga borib joylashishda bo'lgan bosqichlarda hammasida shaxsan o'zim yordam beraman. Shu maqsadlarimizni inobatga olib Germaniyada dekabr oyida Germaniyaga borishni rejalashtiryapman. O'quvchilarimizga qulay muhit sharoitlar yaratish ustida ishlab, o'quvchilarimizni o'sha oliygohlariga joylashishi, tanlashida to'liq oldindan maqsadli ishlarni amalga oshirib, o'quvchilarimizga qulay sharoitlar yaratish ustida ishlamoqchiman.